Assalomu alaykumlar. Hurmatli Savat Avto kanaliga do'stlar, bormisizlar? Eson-omonmisizlar? Xudo qalasa, navbatdagi reklamamiz Spark bo'ladi do'stlar. Srochniy sotiladi. Kimda kim olaman desa, 2010-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, metan gazi bor. 4 dona yumshoq balonlar qo'yilgan. Balon holatlari paket. Holati zo'r. Kraskasini keladigan bo'lsak do'stlar, oldi shoper eshigida bor, oldingi kapotda kraska bor. Qayerda kraskasi yo'q. Holati zo'r. Bu srochniy sotiladi do'stlar. Yurgan kilometri 300 ming kilometr yurgan. Ishlarni qadar ko'rsatib o'taman. Dugolar qo'yilgan. Salon holatlari ham yomon emas, bir qator mo'ysha qilib qo'yamiz, cho'tka bo'lib turadi. Mejigar pultlar ham bor. Chexol polik hamma narsasi bor. Motor holatlari ham zo'r. Mashina obtol yemaydi. Bu birlik motor bo'ladi. Elde motorlar ham 19-20-yildagining restoran etilgan, holati zo'r. Xullas, bir dana qiladigan rasxotimiz oldingi lavoyinda chatnaki bor и melichopga rasxoti bo'lishi mumkin, grubiy rasxoti yo'q. Xullas, 50 million so'm kimda kim olaman desa, bitadigan narxi 2010-yil 300 ming kilometr yurgan. Elde kapot и eshigida kraska bor. Qolgan joyida kraskasi yo'q. Bu olib sotardan minutchigadan zo'r baho, 50 million so'm. Shuning galasini pulini sanasizlar, olib ketaverasizlar. Xohlasangiz через bank ematib beraveramiz, farqi yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, ekranning pastida nomer turadi, aloqaga chiqasizlar, 50 million so'm naqd pul beriladi. Bank etib oladigan bo'lsangizlar, где-то 10 million so'm bilan bank etib bersak ham bo'ladi. Holati zo'r. Bemalol telefonlashib olsangiz bo'ladi.